Assalomu alaykum. Meni tanimaganlar uchun yana bir marta tanishtiraman. Men Fazliddinova Feruza Nazrullayevna reproduktolog, ginekologman, ya'ni bepushtlik bilan muammosi bor bo'lgan juftliklarga, shuningdek ketma-ket homilasi tushayotgan juftliklarga yordam beruvchi mutaxassisman. Bundan tashqari integrativ shifokor va Toshkent shahrida joylashgan To'layn klinikasini asoschisi hisoblanaman. Kelinglar bugun sizlar bilan meni qabulimda va ijtimoiy tarmoqlarimda eng ko'p so'raladigan savollardan bittasiga sizlar bilan birgalikda javob topamiz. Va ushbu savollardan bittasi bu eko orqali o'g'il farzand tug'a olamanmi degan savol. Yoki ba'zi bir holatlarda albatta bu kamroq uchraydi. 3 ta o'g'lim bor, 4 ta o'g'lim bor, qiz farzand tug'a olamanmi degan savollar ham uchrab turadi. Aslida eko orqali embrionlarni genetik tekshirish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni homila qo'yilishidan oldin, bachadonga ekilishidan oldin embrion hosil bo'lgandan keyin ushbu embrionni genetik tahlil qilish mumkin bo'ladi eko protokolida. Albattaki bu jarayon standart eko tarkibiga kirmaydi. Kimlarga tavsiya etiladi? Qachonki er-xotinni yoshi 35 dan katta bo'lsa, oldingi qilgan ekolari muvaffaqiyatsiz bo'lsa, ketma-ket homila tushishi kuzatilgan bo'lsa yoki oila biladi, oilasida ma'lum bir genetik kasallik bor, ya'ni kasal farzandligi bor yoki oiladagi qarindosh urug'dan kimdir kasal va hokazo. Mana shunaqa holatlarda embrionlarni ekoda genetik tekshirish tavsiya etiladi. Boshqa bir holatlarda esa, masalan, meni imkoniyatim bor, embrionlarimni genetik tekshirib qo'ydirish niyatim bor desangiz ham, albatta sizga genetik tekshiriladi. Genetikani tekshiruvi standart eko tarkibiga kirmaydi. Shuning uchun uni tekshirish qo'shimcha mablag'ni talab etadi. Lekin genetik tekshirilgan embrionlarni bachadon ichiga ko'chirib o'tkazsak, eko muvaffaqiyatini 10-15% ga oshira olgan bo'lamiz. Aslida genetik tekshirishdan asosiy maqsad bu embrionlarni genetik nuqsonlari bormi, yo'qmi degan savolga javob topish. Genetikani tekshirganingizdan keyin, embrionlarni DNKsini ochganingizdan keyin, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, ushbu embrion qaysi jinsga mansubligi ham ma'lum bo'ladi. Shuning uchun genetik tekshirilgan embrionlarni bu qiz bola embrionmi, o'g'il bola embrionmi oldindan bila olamiz va bachadon ichiga ushbu xohlayotgan embrionimizni, agar u embrionlarning ichida chiqqan bo'lsa, ya'ni biz kutayotgan qiz bola yoki o'g'il bola embrion chiqqan bo'lsa, uni bachadon ichiga ko'chirib o'tkazib bera olamiz. Xo'p, lekin bitta narsani tushunishinglar kerakki, ekoda xohlaganimcha o'zimga o'g'il bola yasab olaman, xohlaganimcha o'zimga qiz bola yasab olaman degan narsalar o'tmaydi. Eko nima qilib bera oladi? Eko faqatgina sizdan hosil bo'lgan embrionlarni o'g'ilmi yoki qizligini ajratib bera oladi xolos. Ya'ni oldindan hozir sizga nechta o'g'il kerak? 5 tami yo 4 tami? Yo'q, nechta qiz kerak deb o'shancha miqdorda qiz yo o'shancha miqdorda o'g'il yasab bera olmaymiz albatta. Bu narsa hali bandani qo'liga berilmagan. Lekin hosil bo'lgan o'sha 5 ta, 6 ta, 10 ta embrioningiz chiqdi masalan deylik. Ana o'sha embrionlarni biz genetik tahlilga yuborsak, genetik tahlil natijasida biz ularni ham genetik muammolari bor yo'qligini, ham jins haqidagi ma'lumotni olamiz. Ya'ni taxminan sizdan deylik 5 ta, 6 ta embrion chiqdi va uni genetik tekshiruvga yubordik. Genetik javob qanaqa bo'lishi mumkin? Shu hosil bo'lgan 5 ta, 6 ta embrionni hammasi qiz yoki hammasi o'g'il yoki jins bo'lishi mumkin, o'g'il bola yoki biz
ichki qavatiga kesarva bo'lganman. Endi homilador